Poytaxtimizda jimxana va karting slalom bo'yicha O'zbekiston chempionatining 3-bosqichi bo'lib o'tdi. Mamlakat Milliy avtosport va karting federatsiyasi tezlik, yuqori mahorat namoyishi aks etgan va yurakka adrenalin beruvchi musobaqani tashkil etdi. Poygachilar nafaqat musobaqa g'olibligi, balki jimxana bo'yicha Osiyo chempionati va sentyabr oyida Shri-Lanka davlatida o'tadigan Osiyo Okeaniya motosport chempionati yo'llanmasi uchun ham avtomobil boshqarib o'tirishdi. Bu chempionat 3-bosqichini yutishga muvaffaq bo'ldim. Bu O'zbekistonda o'tkazilayotgan уже 3-yil bo'ladi. Avtosport va karting federatsiya tomonidan shu yangi avtosport yo'nalishini rivojlantiryapti ular. Bu eng xavfsiz va shu bilan birga murakkab yo'nalish, chunki bu yerda tezligi katta emas, lekin mashinani sezgarligingiz, mashinani sezishlaringiz, balonlar asfalt bilan qanchalik yaxshi kontaktda bo'lishligini, mashinani yo'nalishini, qaysi yo'nalishda qanaqa qilib o'zini tutishi, bu juda katta tajriba bo'ladi haydovchilar ham uchun keyinchalikka. Musobaqa yakunlariga ko'ra, Olim Ahmadjonov Dilshod Yusupov bilan finalga yetib keldi. Hal qiluvchi urinishda Ahmadjonov tezkorlikni namoyish etdi. 3-o'rinni Shukur Raimov egalladi. Oldin biz elektrokarda yurardik, hozir mana o'zgardi. O'zimizning milliy Cobalt'lar chiqdi. Farqi shundaki, endi elektromobilning silasi kattaroq, ko'proq kuchi. Endi bularda motori bor, DVS. Shuning uchun sal qiyinroq, ham rullar aylanishi qiyinroq. Endi bu o'sha haqiqatan boshqa ishtirokchilar bilan kurash haqiqiy bo'lib ko'rinib chiqyapti. Bu 2 оборот rul aylanadi, shuning uchun bu sal qiyinroq mashina. Nimaga desa, mana Sredney Aziyada chempionat bo'ladi. U yerda mana shunaqa, mana Qozog'istonda yaqinda bo'lar ekan, Cobalt bo'lar ekan, shuning uchun bu narsani qo'yib o'shanda o'rganyapmiz. 2-o'rinni egallagan Dilshod Yusupov shaxsiy poyga avtomobilda ko'rgazmali yurish namoyish etib berdi. G'olib va sovrindorlarga tegishli diplom va kuboklar topshirildi. Jimxana va karting slalom bo'yicha O'zbekiston chempionatining keyingi 4-5 bosqichlari avgust va sentyabr oylarida tashkil etiladi.